Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan bugun 23 yanvar 2026 yil. Gazablok seximizdan Gazablok kanallarimizga mana video joylayapmiz. Xudo xohlasa gazabloklarimiz bor. Kimga gazablok kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 20 ga 30-60 razmerdagi, обычный razmerdagimiz doimiy bo'ladi xudo xohlasa. Mana gazabloklarimiz sifati a'lo darajada. Mana shu kechadan boz yog'ayotgan qordan nam o'tmaydi mana. Shunchalik mana hech qanday nam toptish, o'ziga sho'rch qazorish degan narsa yo'q xudo xohlasa. Gazabloklarimiz a'lo darajada, razmerlari, o'lchamlari, burchaklari mana kelasizlar xudo xohlasa, xohlaganinglarni o'g'il qo'yib, metr qo'yib o'lchab beramiz. Mana shuni deb ko'rsatsanglar bo'ldi. Kimga gazablok kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Hop. Mana shu kanalimizda ozgina rivoji uchun hisslarni qo'shib подписка bosib, like bosib qo'ysanglar juda xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli yurtdoshlar, gazablogimizni realniy holatdagi ko'rinishi. Hech qanday hop montaj nimadirlar qilish yo'q, bizda borini realni ko'rsatamiz. Shuning uchun kelganinglarda ham shu bor gazablogni ko'rasizlar. Vodiy bo'ylab 16500 so'mdan gazablogni yetkazib beramiz. Gazabloklarimiz sifati zo'r, 550 markada qo'yamiz. Hozir quyilish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Mana ichkarida xudo xohlasa bular mana yangi bugun quyilgan holati. Tomonda quyilayotgan holati. Realniy holati. Shu holatda quyiladi. Siqilib o'raladi. Mana yangi gazabloklar. Shu holatda. Mana gazablogimizning quyilish jarayoni. Mana kilo sement tushdi, orqasidan mana 100 kilo yana sement tushyapti. 10 kilogacha o'sib ketgan boshdan ko'rishdi. Tushyapti. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kim gazablok quymoqchi bo'lsa, shunaqangi sex qilmoqchi bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Qo'ldan kelgancha maslahat beramiz. Hammalarga kattakon rahmat, juma ayyominglar muborak bo'lsin.